Audio Jungle. Mana hozir Paxtakor tumani 9-maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun kasbiy rivojlantirish kuni tadbirlari o'quvi boshlandi va bu o'qituvchilar guruh qilib ajratib olinib, mentor o'qituvchi tomonidan vazifalar berilmoqda. Yaqinda ustoz va murabbiylar bayrami munosabati bilan butun respublikamizda bir oylik ustozlar bayrami e'lon qilindi. Shu munosabat bilan sizlarning o'quvchilaringizdan maktub olganman. Har bir ustoz uchun alohida maktublar bor. Demak, hozir sehrli qutimiz ichidan bittadan maktubni olib, baland ovozda o'qiysiz va ustozlarimizni ichidagi, qalbidagi so'zlar bo'lib chiqyapti-da. Chunki o'zimiz ham shu narsani o'tkazganda aynan o'zimizga mos tushdi. Siz osmonda yoqilgan yulduzdek qanchalik uzoq bo'lsangiz ham nuringiz bizga yetib keladi. Sizning darslaringizda vaqt sekib o'tadi, lekin hayotingizda siz kabi ustoz bilan vaqt juda tez o'tadi. Bizlar nafaqat kitob, balki hayot saboqlarini ham o'rganyapmiz. Siz bizning ikkinchi ota-onamizsiz. Siz bizga nafaqat fan, balki insoniylik ham o'rgatdingiz. Sizsiz biz yo'q bo'ladi. Ustoz, qo'ng'iroq chalinsa ham, iltimos, darsni davom ettirmang. Bizga ham rahm qiling. Ustoz, sizning sevimli so'zingiz, uy vazifasini bajardingizmi? Bizning sevimli so'zimiz, ertaga qilamiz. Sizning bir qarashingiz 100 ta gapdan kuchliroq. Shu bois biz ko'pincha jimib qolamiz. Ustoz, qo'ng'iroq chalinsa ham siz darsni tugatmasangiz, demak, vaqt ham sizni hurmat qiladi. Ustoz, bizni kechirishingizni so'raymiz. Ba'zida shogirdlik qildik, lekin sizni doim yaxshi ko'ramiz. Sergeant Petrolim.